Assalomu alaykum, meni ismim Elbek. Mening ismim Nodirxon. Shu kanalda 2020-yildan beri C# va .NET yo'nalishida bilimlar ulashib kelmoqdamiz. Bugun 2026-yil fevral oyida birinchi videomiz chiqqaniga ro'pa-rosa 6 yil to'libdi. Shu vaqt ichida YouTube ga qo'yilgan videolarimiz jami 13500 soatni tashkil etadi. Bu degani bitta o'qituvchining 5 yil davomida har kuni sinfxonaga kirib 8 soat dars o'tishi bilan teng degani. Siz bilan universitetda, ishda, hatto safarda bo'lganimizda ham birga bo'ldik. Video darslarni ulashib bordik. Bu 13,5 ming soat ichida bizda yangi dasturchilar, yangi ishga kirgan dasturchilar va muvaffaqiyatli loyihalar turibdi. Quvonarlisi, bu qilgan mehnatimiz xalqaro darajada e'tirof etildi va Microsoft MVP unvoniga sazovor bo'ldik. Ana endi shu qatorda sizdan shu joyda videoni to'xtatib, kommentariyaga o'z fikringizni yozib ketishingizni xohlagan bo'lardik. Sizning izohlardagi fikringiz boshqalarga kanalimiz foydaliligi haqida isbot, biz uchun esa yangi videolarni olishga motivatsiya bo'ladi. Shuning uchun izohlarda fikringizni kutib qolamiz.